Aytsam maylimi? Assalomdan boshlayın avval so'zimni. Xush keldingiz aytayin so'z kalomimni. Xalqiga jon kuyar qutlug' qadamim. Siz uchun atadim shu yozgan she'rim. Karimov bobomdan bizga yodgorsiz. Mirziyoyev otamning ishonch tog'isiz. Har ikki prezident suygan insonsiz. O'rta Osiyo yuragi Andijonimning shon shuhrati. Jon vijdonisiz sizga duodalar. Ota-onamlar salom aytib yubordi katta dadamlar. Ko'p yashang, umringiz bo'lsin ziyoda. Andijonga bosh bo'ling, bizga kifoya. Qayda 8-maktabdan kelding? Xo'jaoboddanmi? Isming nima qizim? Shahina. Bu qo'g'irchoq kamda bunga. Tilagiyin desam nima tilarding? Siz Andijonga bosh bo'lsangiz, bizni boyligimiz shu. Voy. Asal qizim. Katta rahmat. O'zingga nima olib beray? Nima orzuying bor? Shu siz bo'lsangiz bizni boyligimiz. Yo'q, o'zingga deyapman. Qizim o'zingga nima orzuying bor? Voy, men mana qam bo'lsaydi degan orzuying bormi? Ha? Ayt. Haligi bordi-yu. Nimadir yaxshi ko'rarding buni. Unda ham bo'lsin. Ha? Meni 3 ta tilagim bor. Ha. Sen bajarasizmi? Ha, bajaraman. Birinchisi, Ha. o'zimning shaxsiy kompyuterim bo'lishini xohlayman. Undan men chet tillarini o'rganyapman. Va chet eldan ko'p do'stlar orttirishni xohlayman. Xo'p. 2, mahallamda o'zimning shaxsiy kutubxonam bo'lishini xohlayman. Yosh kitobxon tanloviga tayyorlanyapman. Xo'p. Shunday kitoblardan o'qiyman. Aha. 3, men she'r yozaman. She'rlarim to'planib qoldi. Aha. Shuni kitob qilib bostirib chiqib bersangiz. Bay. Bu ko'ryapsizmi? Shunda shuncha dard-a. Avtomat. Ko'ryapsizmi? Bu ayta olaymi dedi. Hozir qo'g'irchaqni olib jo'nataverdi buni. Keyin bu ham aytadi, "Kichcha o'rta" dedi hammasi. Hammasi bir qaroq ko'r dedi bular. Gapirmoqchi bo'ldim, gapirmadi deb seni yomonlaydi men. Bekor aytsa senga qarab ayta olaymi dedi hozir. Men moliyam kelmadim yetib. Yaxshi. Kompyuter, srochno bitta kompyuter. Ikkinchisi bu qaysi mahallada u? Beshqovoq Mafayena Birdamlik ko'chasida yashayman. O qarang, hamma yo'lni bilyapti. Men ham uyimni ko'chasini bilmayman o'zimga. Aniqlaysan ko'chasini hozir hokim bilan gaplash. Qayerda joy bor? Ixchamgina bir alohida ixchamgina bir anaqa beramiz. Ana u nima hayot nimasidan sendvichdanchi qilyapmiz, hozir mahalla idora qilyapmiz, boshqa zo'r qilib bir ixchamgina bunga bos kutubxona bo'lish kerak-da. Katta bino qilib buni ham kirib qo'ysang bo'lmaydi-ku. Yoshlar bob bo'lsin, yoshlar bob kutubxona bo'lsin, tushunyapsanmi? Juda tez qilib berishimiz kerak. Ha, she'rlarini kim hisob kitob qiling chiqaveraylik buni. Qo'g'irchoqni ham bera oling endi hozir. Bo'lsa bo'ldi. Bu qo'g'irchoq endi senga nima dedi? Xamir turish. Shuncha darding bor ekan qizim. Sog' bo'lgin. Barakalla qizim. Qarang bu ismi nima edi? Shahina. Kutubxonasini ham nomini Shahina qo'yasizlar. Shahina kutubxonasi bo'lsin, bo'ptimi? Mana she'rlarini ham shunaqa qilib, kitobini ham shunaqa chiqarish kerak. Davay chiqartib beringlar. Kompyuterni bir olib ketasan, bo'ptimi bola? Hozir ber kompyuterni.